Azizlarim, mana 3-chi qismi deyarli tayyor bo'ldi. Siz kutgan erinchoq bilinchik deyarli tayyor. Bunga hozir biz asal bilan qaymoqni aralashtiramiz. Shuni afzal ko'rdik. Shirinlik bo'ladi, choy bilan ichishga bolalar uchun. Asal bilan qaymoq aralashib yaxshi taxmga ega bo'ladi degan umiddamiz. Aralashgandan keyin shirinlik beradi asal ham o'ziga yarasha. Chunki biz shakardan yiroqdamiz. Yaxshi aralashtirib turtib chiqing, guli qizim. Bir tekisda yarmisini qo'ying, yarmisini ikkinchisiga qo'yasiz. Ikkita bilinchigimiz bor. Qoshiq bilan so'ng, qoshiq bilan. Har xil bo'lib qolmasin, bir xil bo'ladi. Har joyga qo'ying. Keyin rulon bo'lgandan keyin o'zi bir-biriga o'tib qoladi. Har bir dumaloqni ichiga qo'yib ketavering. Yarmi ketsin-da, qaror shuni ichiga. Chetlariga ham qo'ying, yarmi qolsin. Ikkinchi surtasiz. Siz buni yoyishga harakat qilmang, siraz rulon qiling, o'zi yoyilib ketsa kerak. Biz uchun bu yangi taom azizlarim. Yetarli. O'zingiz tomonidan rulon qilib kelasiz, sal zichroq qilib. Ichiga qatlab oling. Keyin xalajnikka qo'yib kessangiz ham bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa uzr, azizlarim, birinchi marta tayyorlashimiz. Mayli, kamchiliklar bo'ladi. Biz tomonga o'rang, O'zingizga tortmang, biz tomonga o'rang. Bo'ldi, shundan ustidan sekin-sekin bosib chiqing, qaymoqlari chuqurchalardan chiqib boshqa joylariga ham tegsin. Endi bitta kesib ko'ringchi. Sabrim chidamayapti. Qandoq bo'lar ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunday kusoylar hosil bo'ladi azizlarim, yeyish uchun qulay bo'lsin. Xalajnikka qo'ymasangiz ham bo'ladi. O'zi sovigan bilinchiklar, qaymog'ingiz ham sovigan holda bo'lishi kerak. Mana ko'rdingizmi qanday chiroyli? Shunday kesib chiqasiz va tarelkalarga solib uzatasiz bolajonlarga. Azizlarim, qilib bering, hech qanday qiyinchiligi yo'q buni. Bilinchikni bittadan pishirib turmaysiz, splashnoy birdan yoyasiz, mana shunday g'adir-budur bo'lib, to'lqin bo'lib o'zi shunday shaklga kelib pishadi. Buni hech kim bunday shaklga keltirmadi, o'zi shunday pishyapti. Bu erinchoq bilinchik. Даже biz erinchoq ham degimiz kelmayapti. Menga ma'qul bo'ldi, bilmadim. Qanchalik taxmi, mazasi qanday? Mana shunday holatda uzatasiz, bo'ladi. Har bir tarelkaga shunday uzatsangiz, 2-3 kishi bemalol yeydi. Ko'rdingizmi azizlar? Mana shunday mahsulot tayyorladik. Buni biz o'ylab topdik, lekin sizlarga ma'qulmi, yo'qmi? Komment tashlang, iltimos. Fikringizni bildiring. Hammaga yoqimli ishtaha azizlarim.